Keldim, yana bitta zo'r oson retsept bilan keldim. Bu retseptga lavash xamirini umuman aloqasi yo'q. Endi xamirlarni bittalab yoyib ham o'tirmaysiz. Oila a'zolaringizga iftorligiga tayyorlab bersangiz bormi? Duoni tagida qolasiz. Xullas, qozonimizga ozgina yog' solib yaxshilab qizdirib, 2 dona mayda kubik to'ralgan piyozni o'lvagunicha qovurib olamiz. Orasida tuz, murch, tabga ko'ra ziravorlar ham esdan chiqmasin. Ko'ksamsaga solinadigan ko'katlar albatta yalpis. 1 daqiqa o'rta olovda qovursanglar, 1 to'g'ri ko'katinglar 1 kosadek qoladi. 1 daqiqa qovurgandan keyin ustini yopib 5 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz. 400 mg suvga 50 mg yog', 1 choy qoshiq tuz, 200 g unni solib yaxshilab aralashtirib, bu xamirga umuman nom topolmadim. Dangasa lavash yoki chaqqon xamir. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta o'qiyman. Menga bu juda ham qiziq. Pishirish jarayoni chaqqon xamir qilishdan ham oson. Xuddi san'at asariga o'xshaydi. Xuddi videodagi birin-ketin pishirib olasiz. Issiqligida ustiga sariyolani surib dasturxonga tortsangiz bormi? Faqat bitta minus tarafi bor. Oila a'zolaringiz har kuni tayyorlab ber deb so'rashadi. Faqat bunga nom topolmadim. Siz nima deb nom qo'ygan bo'lardingiz? Yurechani qizartirib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Ha, aytgancha, ko'katli taomlarga siz qaysi ko'katlardan foydalanasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Boshqa ayol qizlarga foydali bo'ladi.